Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan o'simlik kuli tarkibidagi makro va mikro elementlarni aniqlash bo'yicha bir qancha tajribalarni ko'rib o'tamiz. O'simlik kuydirilganda kul hosil bo'ladi. Kulning tarkibida juda ham ko'plab Mendeleyev davriy jadvalidagi elementlar mavjud. Ularni aniqlash uchun ko'plab murakkab tajribalarni o'tkazishimiz kerak. Lekin biz bugun sizlar bilan ancha qulay va sodda bo'lgan tajribalarni ko'rib o'tamiz. Bu tajribalarimiz kimyoviy elementlarimiz yordamida hosil bo'ladigan reaksiyaning mahsuloti, ya'ni turli xildagi kristallarning hosil bo'lishi bilan aniqlanadigan tajribalarga asoslangan. Mana shu tajribalar asosida bugun sizlar bilan biz 5 ta elementni aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bular kalsiy, magniy, fosfor, oltin gugurt hamda temir hisoblanadi. Demak, kalsiyni aniqlashimiz uchun bizga 1% sulfat kislota, magniyni aniqlashimiz uchun esa ammiak hamda 1% natriy gidrofosfat kerak bo'ladi. Bizning laboratoriyamizda natriy gidrofosfat tugab qolganligi uchun biz natriy gidrokarbonatdan foydalanmoqchimiz. Sizlarga ham natriy gidrokarbonatdan foydalanishingizni tavsiya qilib qo'ygan bo'ladi. Fosforni aniqlash uchun ammoniy molibdatning nitrat kislotasi tayyorlangan 1% eritmasi kerak bo'ladi. Oltin gugurtni aniqlash uchun esa stronsiy nitratning nitrat kislotadagi 1% eritmasi kerak bo'ladi. Temirni aniqlashimiz uchun esa bizga sariq qon tuzining 1% eritmasi kerak bo'ladi. Demak, reaksiya mahsulotlariga qaraydigan bo'lsak, sulfat kislota va kul aralashmasidan gipsning minasimon kristallari hosil bo'ladi. Keyingi reaksiyamizga qaraydigan bo'lsak, kul, ammiak, natriy gidrokarbonat aralashmasidan yulduzsimon hamda yelpig'ichsimon kristallar hosil bo'ladi. Bu kristallarga qarab biz kul tarkibida magniy borligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi reaksiyamizda esa kul, ammoniy molibdatning nitrat kislotadagi eritmasi o'zaro qo'shilib reaksiya mahsuloti sifatida 3 va 4 qirrali kristallar hosil bo'ladi. Bunga qarab biz fosfor borligini aniqlashimiz mumkin. Keyingi reaksiyamizda esa stronsiy nitratning nitrat kislotadagi eritmasi hamda kul o'zaro qo'shilib bizda reaksiya mahsuloti sifatida sariq dumaloq rangli kristallar hosil bo'ladi. Bu esa oltin gugurtning borligidan dalolat beradi. Oxirgi reaksiyamizga qaraydigan bo'lsak, kul hamda sariq qon tuzining eritmasi o'zaro qo'shilib ko'zga ko'rinadigan ko'k rangli tuzlarni hosil qiladi. Bu tuzlar bizda Levin lauzeri deb ataladi. Bu temirga xos bo'lgan sifat reaksiyasi ham hisoblanadi. Bu laboratoriya ishimizdan asosiy maqsad shuki, o'simliklarni yoqqanimizda kul hosil bo'ladi va bu kulning tarkibi o'simlikning turiga va yashab turgan sharoitiga qarab miqdori har xil bo'ladi. Xo'sh, unday bo'lsa, sizlar bilan tajriba mashg'ulotlarini bajarish uchun ketdik. Demak, tajribamiz uchun kerak bo'ladigan asbob-uskuna hamda reaksivlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Bizga turli xil o'simliklarni yoqish orqali hosil qilingan kul, 1% sulfat kislota, 10% vodorod xloridi eritmasi hamda distillangan suv, ammiak, sariq qon tuzining 1% eritmasi, filtr probirkalar, o'lchov pipetkalari hamda buyum oynachalari kerak bo'ladi. Ishni boshlaymiz. Kalsiyni aniqlashimiz uchun probirkaga 0,15-0,2 gram miqdoridagi o'simlik kulidan solib olamiz. Taxminiy shunchalar bo'ladi. Keyin buni biz filtrlab olishimiz kerak bo'ladi. Filtrlab olishimiz uchun o'simlik kulini biz filtrlashimiz uchun vodorod xloridining 10% eritmasidan 2,5 ml qo'shamiz va filtratimizni tayyorlab olishni boshlaymiz. Mana ko'rib turibsizlar, reaksiya boshlanib ketdi. Reaksiya tugashini kutamiz. Ko'rib turganingizdek, kul bilan vodorod xlorid eritmasi reaksiyaga kirishi tugadi. Endi biz buni filtrlab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, kulimizni eritmada eritib, filtrlab oldik. Endi reaksiyalarimizni amalga oshirishni boshlaymiz. Dastlabki sizlar bilan aniqlaydigan elementimiz bu kalsiy hisoblanadi. Buning uchun bizga filtratdan bir tomchi kerak bo'ladi.
Dastlab pipetkalarimizni chayib olamiz. Hamda buyum o'ynachasining bir chekkasiga bir tomchi tomizib olamiz. Yana chayib olamiz. Keyingi tomoniga esa biz sulfat kislotaning 1% eritmasidan tomizib olamiz. Bu ikkala tomchining o'rtasidagi masofa 2 sm ni tashkil qilishi kerak. Hamda bu ikkala tomchini o'zaro ignaning uchida yoylarni hosil qilib birlashtiramiz. Yetarli bo'ldi. Bu birozgina xona haroratida turgandan so'ng ikkita tomchi o'rtasidagi yoylar quriydi va kristallar hosil bo'ladi. Buni mikroskopda kuzatib, sizlar bilan natijasini ko'rib chiqamiz. Mana biroz vaqt o'tdi va bizga kerakli bo'lgan buyum o'ynachamizdagi eritmalarimiz o'zi reaksiyaga kirishib quridi hamda endi biz kalsiyni aniqlash uchun kuzatiladigan ignasimon kristallarni mikroskop ostida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana ignasimon kristallarimiz hosil bo'ldi. Bu kul tarkibida haqiqatdan ham kalsiy borligini ko'rishimiz mumkin. Mana sizlar bilan kalsiyni haqiqatda kul tarkibida borligini aniqlab oldik. Endi sizlar bilan magniyni kul tarkibida haqiqatdan mavjud yoki mavjud emasligini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. O'simlik kuli tarkibidagi magniyni aniqlashimiz uchun men natriy gidrokarbonatning 10% eritmasini tayyorlab oldim. Dastlab ishni boshlashimizdan oldin pipetkani chayib olamiz. Filtratdan bir tomchi olamiz. Buyum o'ynachasiga tomizamiz. Bu filtratimizni ammiak yordamida neytrallab olishimiz kerak bo'ladi. Buyum o'ynachasiga tomizgan filtratimizni bir tomchi ammiakni tomizish orqali neytrallab olamiz. Ikkinchi tomoniga esa buyum o'ynachasining ikkinchi tomoniga esa natriy gidrokarbonatning 10% eritmasini tomizamiz. Ikkovining o'rtasidagi masofa 2 sm ni tashkil qilishi kerak. Ana endi biz uni buyum o'ynachasida mana ko'rib turibsizlar. Bu tomoniga filtratni tomizdik hamda uni neytrallash uchun ustidan ammiakni tomizdik. Bu tomoniga esa natriy gidrokarbonatdan bir tomchi tomizdik va ularning o'rtasida yoylarni igna yordamida hosil qilib birlashtirib olamiz. Mana yoylarni hosil qildik va ikkita eritmamizni o'zaro birlashtirdik. Bu xona haroratida qurishni biroz vaqt talab qiladi. Shuning uchun qo'shimcha issiqlikdan foydalangan holatda o'rtasidagi yoyni quritib olamiz. Qo'shimcha issiqlik sifatida sizlar spirt lampadan foydalanishingiz mumkin. Biz esa quruq yoqilg'idan foydalanamiz, ya'ni urotropindan. Qurib qoldi, salkam qurib qoldi. Kristallarimiz hosil bo'lgan. Hozir mikroskopda sizlar bilan buni ko'rib chiqamiz.
Demak, mana kristallarimiz hosil bo'ldi. Mana bu yerda ko'rib turibsizlarki, yilqichsimon kristallar, mana bu yerda esa yulduzsimon kristallar hosil bo'lgan. Bu yerda kristallar bir-biriga ustma tushib qolganligi uchun shakli unchalik ham aniq bo'lmayapti. Mana bu yerda ham ko'rib turibsizlarki, yulduzsimon kristallarning uchqunlari ko'rinib turibdi. Bu natijamizga qarab aytishimiz mumkinki, pul tartibida haqiqatan ham magniy miqdori yetarli darajada ekan. Oxirgi tajribamizni sizlar bilan olib borar ekanman. Bunda sizlar bilan men temirni aniqlashni, ya'ni o'simlik quli tarkiblariga haqiqatan ham temir bor yoki yo'qligini sizlar bilan hozir ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, buyum oynachasini olamiz. Unga bir tomchi filtratdan tomizamiz. Ikkinchi tomonga esa sariq qonsining 1% eritmasidan tomizishimiz kerak bo'ladi. Mana buyum oynachasidagi ikkita tomchimizning oralig'i 2 sm ni tashkil qilishi kerak bo'ladi. Demak, bu tomoniga biz filtratdan, ya'ni o'simlik kulining vodor xloriddagi eritmasidan tomizdik. Bu tomoniga esa sariq qon tuzining 1% eritmasidan tomizdik. Ularni o'zaro yoylarni hosil qilib birlashtiramiz. Mana ikkita mahsulot bir-biriga tekkandan birdaniga ko'k rangni, ya'ni ochiq havo rangini hosil qilishdi. Bu Berlin lauzeri hisoblanadi. Mana hozir sizlar bilan biz kuldagi elementlarni aniqlab oldik. Biz bu kuldagi elementlarni aniqlashning juda ko'p usullari hozirda chiqib ketgan, zamonaviy albatta usullari, lekin biz u usullardan foydalanmadik. Klassik usullardan foydalandik. Sababini aytadigan bo'lsak, klassik usul har doim hamma yerda foydalanish va o'sha elementlarni aniqlash uchun juda ham qulayliklar yaratadi. Zamonaviy usullarda esa qo'shimcha asbob-uskunalar va reaktivlar talab etiladi. O'ylaymanki, bu klassik usul bilan hammangizga foydali bo'ladigan usullarni o'rgata olish bizning albatta maqsadimiz. Bu maqsadimizga erishdik deb o'ylaymiz. Va tajribamizga qaytadigan bo'lsak, o'sha 3 ta elementni sizlar bilan hozirda ko'rib chiqdik. Aniqlash bo'yicha qolganlarini aniqlashning imkoni bo'lmadi, chunki bizda reaktivlar yetarli emas. Agarda sizda reaktivlar yetarli bo'lsa, sizlar ham bu tajribalarni o'rtoqlashing biz bilan va video tagida izohlaringizni qoldirasizlar degan umiddamiz. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.